Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan mana ekan kasrlar mavzusiga keldik, ya'ni 1 va 2 mavzuga. Ana endi bunda ham 12 ta xossasi bor. Bu 12 ta xossasiga to'xtalib o'tmaymiz, chunki bizni tematik, ya'ni axborotnoma kitobimiz faqatgina yechimlarni ko'rib chiqayotganmiz. Umumiy maydalasak videolarimiz cho'zilib ketadi. Shu sababdan nima qilamiz? Kasrlar mavzusini majburiy matematika nimasida kitobida tushuntirib o'tganman. Uni profilimga kirib majburiy matematika 3 mavzusini ko'rsanglar, birinchi, ikkinchi, uchinchi qism qilib shu kasrni o'qilishidan boshlab qo'shish, yashish, ko'paytirish, bo'lish va umumiy maxraj berish hammasini batafsil tushuntirib o'tganman. Imkon qadar videoni ostiga linkini tashlab ketishga harakat qilaman. Bemalol ko'rib o'rganib, so'ngra bu video darsni ko'rishingiz mumkin. Ho'p, demak, boshladik. Birinchi misolimizda bizda aytyaptiki, e, 9/11 va bir sonlar orasida mahraji 33 ga teng bo'lgan nechta kasr son mavjud debdi. Demak, bizda buni ostida 11 turibdi, ya'ni mahrajida. Biri mahraji yo'q, biri mahraji bor deb tasavvur qilishimiz uchun uni mahrajida bir bor deb tasavvur qilamiz. Va bu 1 bilan bu 11 mahraji 33 ga teng emas. Unda nima qilamiz desa, buni mahrajlarini 33 ga tenglab olamiz. Qanday qilib? Umumiy mahraj berib, buni 11 ni 33 ga aylanish uchun 3 ko'paytirishim kerak. Bu 1 ni 33 ga aylanish uchun 33 ko'paytirishim kerak. Natijada bunda 27 taqsim 33 bo'lib qoladi. So'rat mahrajaga ko'paytirsam, bunda bo'lsa 33 taqsim 33 bo'lib qoladi. Ana endi aytyaptiki, shu orasida 33 ga teng bo'lgan, mahraj 33 ga teng bo'lgan nechta kasr son mavjud deb. Demak, buni orasida nechta kasr son bor deyapti. Bundan keyin 28 taqsim 33 keladi. Undan keyin bo'lsa 29 taqsim 33 keladi. Undan so'ng 30 taqsim 33 keladi. Bundan keyin 31 taqsim 33. So'ngra 32 taqsim 33 keladi. Jam bizda 1, 2, 3, 4, 5 ekan javobsa. Hop, ana endi keyingisi. Ikkinchi misolimizda aytyaptiki, hisoblang. Umumiy mahraj beramiz. Birinchi o'rinda bunga 3 kam, bunga 2 kam, ya'ni umumiy mahraj 6. 3 karra 1 qilamiz, -3, chunki -1 da bu yerda. 2 karra -1 qilamiz, -2, umumiy mahraj 6 bo'ldi. Hisoblaydigan bo'lsak, minusdan 5 taqsim 6 bo'ladi. Keyingisi, uchinchisi. Ayirmani hisoblan debdi. Yana umumiy mahraj 6. Bunga 3 ko'paytirishim, bunga 2 ko'paytirishim kerak. Natijada 3 minusdan 4 taqsim 6 bo'ladi. Minusdan 1 taqsim 6 degan javob chiqadi. Javob. To'rtinchisida bo'lsa, 4 bilan 5 ga umumiy mahraj 20 va bunga 5 kam, bunga 4 kam bo'ladi. 5 1 ga ko'paytiradigan bo'lsam -5, -1 4 ga ko'paytiradigan bo'lsa -4 taqsim 20 umumiy mahraj. Bu yerda turgan 5 ham bu yerga, ham bu yerga, ya'ni so'ratiga mahraj ham ko'payib, so'ngra 20 bo'ladi. Minusdan 9 taqsim 20. Hop, bu bizda javobi A javobda turibdi. Beshinchisi, ayirmani toping debdi. Bunda ham umumiy mahraj 20. Bunga 5 ko'paytirishim, bunga esa 4 ko'paytirishim kerak. 5 minusdan 16 taqsim 20 bo'ldi. Minusdan 11 taqsim 20. Javob. Oltinchi misolimiz, 12 umumiy mahraj. Bunga 4 ko'paytirishim kerak, bunga 3 ko'paytirishim kerak. 4 karra 1, ya'ni -1 ko'paytirsam -4. -3 ko'paytirsam, -1 ga 3 ko'paytirsam -3 taqsim 12 hisoblasam minusdan 7 taqsim 12 bo'ladi. Bu bizda B javob turibdi. 7-chi savolimizda 12 bunda ham mahraj, bunga 4 ko'paytirishim kerak, bunga bo'lsa 3 ko'paytirishim kerak. 4 karra 1imiz 4, minus 3 karra 3imiz 9 taqsim 12, ya'ni 3 bilan 4 ga umumiy mahraj 12 bo'ldi. Ayirmasi minusdan 5 taqsim 12 bo'ladi. Bu bizda B javobda. Keyingisini hisoblang deb qo'yibdi. Bunda bekorga qavs qo'ymagan. Chunki aslida bu 9 taqsim 11 degan kasr chiziqimiz bo'lish ifodalarida 243 bo'lishimiz sirasi ko'payishga o'tkazib yubordimda 11 suratga 9 mahrajga tushib ketdi.
Natijada bular 9 ga bo'linar ekan. Demak, 243 9 ga qisqartiradigan bo'lsam, 24 ichida ikkita bor 18, ayiradigan bo'lsam 6, 67, 27 chiqar ekan. 27 ko'paytirilgan 11 bo'ladi. Bu bizga 27 ko'paytirilgan bo'lsa, qo'shamiz 7, 9, 2, 297 chiqadi. 297. Tezariga keyin insonimizga xabar qilmasin. 297 ijodi turibdi. Kasrlarning qiymati 40 dan qanchaga kam debdi. Oldin hisoblaymiz. Bundan buni ayiradigan bo'lsa, bizda hosil bo'ladi minusdan 28. Ana endi bu ikkalasini hisoblaydigan bo'lsak, ko'paytirilgan, mana o'rtada eshitmasi yo'q degani ko'paytirish bor degani. Ikkita qavs o'rtasida bir-biriga yopishtirib qo'ysa, o'rtada ko'paytirish bor degani. Minusdan 25 taqsim -5. Endi mana ikkita minus bir-biriga ko'payib plyus bo'lib ketadi. Mana maxrajdagi bilan bo'linib, ya'ni minus bo'lib ketadi. Demak, javobimiz minus chiqyapti. Va buni ko'paytiradigan bo'lsak, hop, 28ni ko'paytiramiz 25ga. 44 yilda 10 to'ra 16 bir dilda 4 5. Toplaymiz. 0 0 600. 700 ekan, bir dildasi bilan 700 minus 700 chiqdi. Endi 40 dan qanchaga kam degani uchun hop, bundoq qilamiz. 40 minus minusdan 70, ya'ni 40 dan ayirib tashlashim kerak. Minus 70. Qavs ochsam minusga minus ko'payib plyus bo'lib ketadi va hisoblasam 700 40 chiqib qolyaptimi? Kasrning qiymati 40 dan qanchaga kam debdi. Hop, to'xtayni, mana yerda uzr. Mahraji ham borki bular, taqsim 5 ham bor. 740 taqsim 5. Hisoblaymiz endi. 740 ni 5 ga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak 70 ichida bizda 5 talikdan nechta bor? Bundoq qilib bo'lib qo'ya qolaylik tezroq. 7 ni ichida уже bitta bor bo'libdi mayli. 24 ichida 4 ta bor. Undan keyin 40 ichida 8 ta bor. 148. Hop. Yana bo'lib qo'ya qolar ekanmiz. 740 5 ga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsa bitta bor 5 ayrimiz 24, ichida 4 ta bor 20, ayrimiz 40, 8 ta bor 40, 148 degan javob yo'q-ku bizda. Mana yerda xato qilmizda. No, hamma joyda ham xato qiladi-ku. Hop. Demak, ko'paytirganimizda bizda tushundik, minusdan 28 ko'paytirilgan minusdan 25 chiqdi. Taqsim minusdan 5 chiqdi. Bu plyus bo'lib ketdi-da, mana bu minus bilan bar minus chiqishini tushundik. Demak, minus 25 ni 5 ga qisqartirsam bu yerda 5 bo'ladi. Endi ko'paytirishim kerak edi. 28 ko'paytirilgan 5. Hop, 40 0 4 yilda 10 140 bo'lar ekan minusdan. To'g'rimi? Ana endi bu 40 dan qancha kam degani uchun 40 minusdan minus 140 bo'ladi. Shunda bizda 180 degan javob chiqadi. Chunki minusga minus plyus bo'lib ketadi-da, 40 ga 140 qo'ysa 180 bu S javobda turibdi. 10-chi misolimiz, barchasini umumiy maxraj berib turib hisoblaydigan bo'lsa, yo bo'lmasa eng osoni buni ko'paytirib buni ayiramiz. Natijada bizda hosil bo'ladi 1 taqsim 2. Buni ko'paytirib ayiramiz. Ko'paytirib ayirsak 2 taqsim 3 bo'ladi. Yana ko'paytirib ayiramiz.
ko'paytirsa 3 taqsim 4 bo'ladi. Yana xuddi shu 4 taqsim 5 va 5 taqsim 6 bo'ladi. Oxirgisi mana ko'paytirib ayirsa. 5 bilan 5, 4 bilan 4, 3 bilan 3, 2 bilan 2 qisqardi. Boshida 1 va oxirida 6 qolib ketdi. Bu bir suratda 6 mahrajda va natijada 1 taqsim 6 D javobimiz chiqib keldi. 11-si umumiy mahraj 15. Buni 15 ga aylantirishim uchun 3 ko'paytirishim kerak. Buni 5 ko'paytirishim kerak va minusdan 3 plyusdan 3 minusdan 5 taqsim 15 bo'ldi. Ikkita bir xil narsa ayrilib ketdi. Natijada minusdan 5 taqsim 15 qoldi. Bu surat mahrajini 3 ga bo'lib oladigan bo'lsam, minusdan 1 taqsim 5 chiqadi. Bu bizda, uzr, 3 chiqadi. 15 ni 5 ga bo'lsam 3 ku. B javobda turibdi. 12-si mana minus oldiga ko'payib chiqib ketadi. Natijada 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. Sразу buni ko'paytirib ketadigan bo'lsam agar, hop, 2 taqsim 21 bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan. Endi qarang, buni oldida minusi bordi-ku, mana minusi. Bu minus bilan mana bu minus bir-biriga nima bo'lyapti? Bo'linyapti. Bo'linib bizga plyus beradi. Plyus bo'lib ketadi bo'linib. Endi natijada bo'lish ko'payishga o'tsa 42 suratga 5 mahrajga tushib oldi. 42 bilan bu yerda 21 bir xil 7 ga qisqaradi. Bu yerda 6 bo'lib qoladi-da. Natijada bu yerda yo'qsa 42 ga ham bo'linib ketaverar ekan. Ikkalasi 21 ga qisqartirib olsa bu yerda 1, bu yerda 2 chiqadi. Natijada surat ko'paytirsam 4 taqsim 5 chiqadi. Bu yerda 2 ko'paytirilgan 2 bo'lib qoldi. Ijobda turibdi. Bunda ham umumiy makraj 15 bo'ladi. Bunga 3 ko'paytirishim, bunga 5 ko'paytirishim kerak. Natijada bizda -3 plyusdan 3 plyusdan 5 taqsim 15 bo'lib qoldi. Bir xil -3 bilan +3 ayrilib ketadigan bo'lsa, bir-birini 0 qilib olsa, bizda 5 taqsim 15 qoladi. Yana 3 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, suratda 5 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsa, 1 makrajda bo'lsa, 3 chiqadi. 1 taqsim 3. Da javob. Xo'p, keyingisi minusdan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. Sirasi ko'paytirib ketadigan bo'lsa, mana bu. To'g'rimi? To'g'ri ko'paydi-ku kasaba. 2 taqsim 21 bo'ldi. Ko'paytirilgan 42 taqsim 5 bo'ldi. Yana qisqaradigan bo'lsa 2 bo'ladi. Bu yerda 2 bilan bu yerda 2 ko'paydi. Oldida minusni qo'yib qo'ysak, -4 taqsim 5. Boyagina minusli ekanda, manfiyli ekan. Bunga 3 ko'paytirishim kerak, bunga 5 ko'paytirishim kerak. Umumiy mahraj 15 bo'ldi. Demak, 3 minusdan 5 taqsim 15. Ayrilib ketdi yana. Natija -5 taqsim 15 bo'ldi. Yana 5 ga bo'lib qo'ysam, surat mahraj minusdan 1 taqsim 3 chiqadi. Javob. Boyagina yana sal boshqachasi, minusga minus ko'paysa plyus bo'lib ketadi. Natijada 1 taqsim 3 sразу ko'paytirib ketadi. Bo'pti, mayli, bu safar mana shunday yozaylik. Bo'lish ko'payishga o'tdi, 42 suratga 5 pastga tushdi. Demak, bu ikkitasi bizga 21 yasab beradi. Bu ikkalasini sразу 21 deb tasavvur qilib qisqartiradigan bo'lsam, bu yerda 2 chiqadi. 2 bilan 2 ko'paysa 4 chiqadi. 4 taqsim 5. B javob. Keyingisi darajadagi -2 degani mana shu yerga qisqacha yozib beraman. A ni minus n'inchisi degan 1 taqsim A ning n'inchisi degan. Minus yo'qotib olish uchun buni 1 taqsim qilib olish kerak. Ya'ni 1 taqsim 4 kvadrat qilib olish kerak. Xuddi shunaqa qilib kvadratga oshirdim. 2 ko'paygan 1 taqsim 16 bo'lib qoldi. Plyusdan mana minus yo'qotish uchun qarang. Bu birinchi formula bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi formula yozib beraman. A taqsim B kasrli minusdan n'inchisi degani minus yo'qotib olish uchun o'rin almashtirib olinadi va B ni n'inchisi taqsim A ni n'inchisi bo'lib har bittasiga daraja tushib qoladi. Yoki darajani yozmasa ham bo'ladi. Mana bu ko'rinishda B taqsim A bo'lib turib n bo'ladi. Minus qayga ketdi desa, buni surat mahraj o'rin almashish hisobiga minus yo'q bo'lib ketadi. Natijada B ni n'inchisi taqsim A ni n'inchisi qilib yoziladi. Xo'p, ana endi biz ham mana minus yo'qotish uchun 3 suratga ikkini mahrajga olib tushamiz va ta'sir qildirib qo'yamiz darajalarni. Mana minus har qanday sonning 0-darajasi bu 1 ga teng. Farqi yo'q. Sizlar misol uchun
Bir qo'shilgan vohid esa cheksiz qanaqa to'qqiz to'qqiz vohid esa ketdi. Necha bo'lsa ham nol qildim barobar bir qilib ketishingiz mumkin. Har qanday sonda nollinchi darajasi birga teng barobar bir. Endi hisoblaymiz. Bizda bu ikkalasi qisqardi, 8 qoldi. Natijada 1/8 qo'shilgan 3 kvadrat kubi 27 ga teng. 2 ni 3-chi darajasi 8 ga teng minusdan 1. Hisoblaymiz. 1 ga 27 ni qo'shsam 28 chiqadi. 28 taqsim 8 minusdan 1. 28 bilan 8 bir xil 4 ga qisqarsa bu yerda 7, bu yerda 4 qoladi. Endi hisoblab qo'ysak 7 taqsim 4 minusdan 1 bo'ladi. 4ni 1 ga ko'paytirib turib 7 dan ayirsak 3 taqsim 4 bo'lib qoladi. 3 taqsim 4 degan javobga shuning uchun so'ratim mahrajiga bir xil 25 ko'paytirsa bu 75 taqsim 100 degani. Va 0,75 degan javob ham chiqadi. Qayerda xato qildik? Ha, mana yerda xato qilmizda. Bir xil 4 ga qisqartirganimizda 2 yozib qo'yamiz. 8 4 ga bo'lsa 2-ku. Shunda bizda 7 taqsim 2 bo'ladi, minusdan 1. 2 ni 1 ko'paytirib 7 dan ayirib qo'yadigan bo'lsak, 5 taqsim 2 chiqadi. Bu bizga 2,5 degan javobni beradi. Mana D javobda turibdi. 18-misolimiz. 12 ko'paytirilgan, hozirgina aytganda minus borligi 1 taqsim bo'lib ketyapti va 3 kubi bo'lib qoladi. 3 kubi bizda 27 ni beradi. Plyusdan minusni yo'qotishga o'rin almashtirib yuboraman va kvadrat qo'shib yuboraman. 5 suratga chiqsa 25, 3 mahrajga chiqsa, tushsa 9 bo'ladi. Minusdan har qanday son 0-darajasi bu 1 ga teng. Ana endi bu ikkalasi 3 ga qisqarsa, bu yerda 9, bu yerda bo'lsa 4 bo'ladi. 4 karra 1imiz 4. 4 taqsim 9 qo'shilgan 25 taqsim 9 minusdan 1. Qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsa 29 taqsim 9 minusdan 1. 9 buni ko'paytirib ayirsa 20 taqsim 9 bo'lib qoladi. Bu bizga 20 bilan 9 hech nimaga qisqarmaydi. Shuning uchun 2,2 taqsim 9 beradi. Va javobda turibdi. Keyingisi suratlarni ayirib olamiz. Ayirsak 5 dan 1 ayiradigan bo'lsak 4 bo'ladi. 7 dan 3 ayiradigan bo'lsak 4 bo'ladi. 3 dan 3 ayirsak 0, 3 dan 1 ayiradigan bo'lsak 2. Taqsim 4 bo'ladi. Buni tagida 1 bor deb tasavvur qiladigan bo'lsam, mahrajida bo'lish ko'payish bo'yicha 1 taqsim 511 bo'ladi. Endi bu bilan bu qisqarsa, bu yerda 4 ta bor. Ya'ni 511 ga bo'ladigan bo'lsam 1, 2044 511 ga bo'ladigan bo'lsam 4 chiqadi. Ya'ni surat mahraji bir xil holatda 511 ga bo'lib yubordim. Natijada bu bilan bu 4 ham qisqarsa, bizda yagona 1 degan javob chiqib keladi va orqasidagi minus 1 ni ham yozib qo'yamiz. 1 dan 1 ayirsak 0 bo'lib qoladi. Bu B javobda turibdi. 20-misolimiz. 9 kvadrati 81 degani. Ko'paytirilgan 3/5-si 3 5 5 3 bir-biriga ko'paytir degani. Mana bu holatda. Oldin ham ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda mana 4 tasi 81 beradi yani. Ko'paytirilgan 3 bo'lib qoldi. Mana 3-si mana ekan, yozdim. 81 kvadrat degan 81 ko'paygan 81 degani. 81 lar qisqarib ketdi, natijada 300 qolib ketdi. Va javob. Keyingisi 27 ni kubi, 27 ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan 27 degani. 3 4-chi degani 3 ta 4 ta 3 bir-biriga ko'paytir degani. Demak, 3 tasi 27 ni beradi mana aka. 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3. Mana 3 tasi 27 ni beradi. Yozdim. Ko'paytirilgan bitta 3 qolib ketdi-ku. Buni hozir ishlatamiz. Keyingi 9 kvadrat degan 9 ko'paygan 9 degan. Mana 9 karra mana 3 bunga ko'paytirib ishlatsak, yana 27 bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan mahrajda bitta 9 qolib ketadi. Ikkita 27 lar qisqarib ketdi. Natijada 27 ni 9 ga bo'ladigan bo'lib qoldi.
9 ga bo'lsak 3 degan javob chiqib keladi ya'ni. A javobda turibdi. Buni daraja ko'rinishida ishlasa ham bo'lardi. Endi soddaroq qilay dedimda, hamma tushunadigan qilib. Xo'p va eng qiziqlaridan bittasi, juda ko'pchilik shuni ko'rib turib ishlamasdan tashlab ketib, ustoz ishlayvering deb keladi. Xo'p, buni nima qilamiz? Qarang. Men yaqinlatvordim imkon qadar. Xo'p, mana minus yo'qotish uchun bir taqsim ko'rinishiga keltirib olamiz. Bir taqsim 2, bunisi ham bir taqsim 2. Endi buni bunga ko'paytirib buni ayiramiz. Ya'ni umumiy mahraj beramiz. Shunchasini yo'q deb tasavvur qilaylik. Biz xayolimizda faqatgina mana shuni o'zi bo'lsin. Mana shu. Demak, ko'paytirib ayirdik. Natijada bizda 2 karra 1 2, bir ayirsa 1 taqsim 2. Bizda hosil bo'ladi mana 1 taqsim 1 minusdan 1 taqsim 1 taqsim 2 bo'lib qoldi. Ya'ni mana bu narsa 1 taqsim 2 chiqdi-da mana. Plyusdan keyingisi 1 taqsim 1 plyusdan 1 taqsim 1 plyusdan keyingisi ko'paytirib turib qo'shadigan bo'lsam 3 taqsim 3 taqsim 2 chiqadi. Keyingisini hisoblaymiz. Mana degani asosiy kasr chizig'i bizda mana buda. Mana endi asosiy kasr chizig'ini qanday ajratib olaman desa, boshida misolda o'zi bergan qismi asosiy kasr bo'ladi mana. Mana bu asosiy kasrlar. Mana. Shular asosiy kasr. O'zimiz hisoblab chiqqanlarimiz asosiysi bo'lmaydi. Mana o'zimiz mana yozib chiqdik-ku. Bular asosiy bo'lmaydi. Demak, asosiysi bizda mana bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkalasini ishlab olamiz. Bu nima degani? Mana 1 taqsim 1 taqsim 2 degani bizda asosiy kasr bu dedik. 1 bo'lyapmiz 1 taqsim 2 ga degan. Endi tagida bir bor desa, doim kasrlar bo'linayotganda birinchi kasr o'zi yoziladi, ya'ni 1 biri birga bo'lsa bir ko'paytirilgan ikkinchi kasr o'rn almashida ikki suratga bir mahrajga tushadi. Endi общий ko'paytirsa 2 chiqadi. Demak, shunchasi 2 bo'lib ketganini tushundik. Xo'p, endi buni ko'rib chiqamiz. Bu holatda 1 taqsim 3 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, asosiy kasr bizda bu bo'lsa, 1 bo'lingan 3 taqsim 2 ko'rinishida bo'ladi. Ana endi birinchi kasr o'zi yoziladi yoki birinchi sonni o'zi yoziladi. Bo'lish ko'payishga o'tadi. Ikkinchisi surat mahraj o'rnini almashadi. Ko'paytirsa 2 taqsim 3 chiqar ekan. Demak, shunchasidan 2 taqsim 3 chiqishini tushundik. Xo'p, ana endi qolganini yozaman. Barobar 1 taqsim 1 minusdan 2 bo'ldi. Plyusdan 1 taqsim 1 qo'shilgan 2 taqsim 3. Ana endi hisoblaymiz. Bundan buni aytsam -1 chiqadi va -1 1 ga bo'lsam baribir -1 chiqadi. Qo'shilgan. Endi buni bunga ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak, 1 taqsim 5 taqsim 3 chiqadi. Endi hisoblaymiz. Bu -1 plyusdan 1 bo'lingan 5 taqsim 3 degani mana bu asosiy kasr bo'lganiga buni bo'lish qilyapti. Hop, hisoblab keladigan bo'lsak, -1 plyusdan buni o'rni almashadigan bo'lsa, 1 ko'paytirilgan 3 taqsim 5 bo'lib qoladi. -1 plyusdan ko'paytirilgan 3 taqsim 5 bu bizga 1,3 taqsim uzr, 1 deb qo'shib qo'ymayman. Buni ko'paytirib ayirishim kerak, chunki buni oldi minus. Ko'paytirib ayiradigan bo'lsam, 5 minusdan 2 taqsim 5 bo'lib qolar ekan. Bu javob bizda S javobga turibdi. Hop. Keyingisini ko'ramiz endi. Bu misolimiz qarang. Mana bu yerda 488 244imizdan 2 marta kichkina turibdi. 2 ga ko'paytirsak 488 beradi. Bu yerda bo'lsa 475 bor, bu yerda ham 475 bor. Mana endi mana 462 degan 244 plyus yo'q. 262 degani 2 ga bo'lsak 243 ga olib kelib olishimiz kerak. 2 ga bo'lib bundoq qilib olib kelamiz. Qarang. Mana 488 degani bor-ku. 488 mana bu holatga aylanib ketadi. Bir ishlagandek bu misolda.
Majburiy matematikada ishlaganmiz. Hop, 400, 488 ikkiga, shuni ikkidan chiqarib oladigan bo'lsam, mayli, ikki ko'paytirilgan qilib 488 aylantirib yubordim. Shunda bizda 244 ko'paytirilgan 475 bo'lib qoldi. Minusdan mana undan ham ikkini qavsdan tashqariga olib chiqib ketsam, 231 chiqib qoldi. 231 taqsim 244 qo'shilgan 475 ko'paygan 243. Hop, ana endi mana endi bizda 244 turibdi, bu yerda 243 turibdi. Buni endi soddalashtirib yuboramiz. Qanaqa qilib mana bu yerga yozaman. 2 ko'paytirilgan, mana bu qavs ichida 244 turibdi-ku. Ana shuni 243 plyus 1 qilib yozaman. 243 plyus 1 qilib olsam bo'ladimi? Qavs tashqarisida ko'paytirilgan, mana 475 o'zini yozaveraman. 475 minusdan 231. Mahraji o'shanda o'zgarmasdan turibdi deymiz, mana tasavvur qilamiz. Hop, qavs ochadigan bo'lsa, bu ham 1 ga, ham 243 ga ko'payadi. Natijada mana 2 ko'paytirilgan 243 ko'paytirilgan 475 bo'ldi. 1 ga ko'paytirsa plyusdan 475 minusdan 231 bo'ldi. Mahraj yana o'shanda turibdi deb tasavvur qilamiz. Hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan, mana uni hisoblasak 243 ko'paytirilgan 475 bo'ldi. O'shanda turibdi. Endi mana bu yerda bizda 475 mana yerda qolib ketibdi. 475 dan 231 ayiradigan bo'lsa, bizda plyusdan 244 chiqadi. Taqsim endi mahraj yozamiz. Mahrajimizda ham mana ekan, shunaqa edi, faqatgina yig'indini o'rnini almashtirib yozadigan bo'lsa 475 yoki mana ekan. Mahrajim 245 ko'paytirilgan 475 qo'shilgan 244 turibdi. Endi bir xil narsa bilan bir xil narsa bo'linib ketadigan bo'lsa, bizda yagona tashqaridagi mana bu 2 qolib ketadi. Demak, javob 2 da javobda turibdi. Tushunarli-a? Keyingisi. Tepaga olay. Xo'p, endi bu yerda 7 ni 15-si, 7 ni 14-si turibdi. Qavsdan tashqari chiqarilayotganda agar darajali holatda chiqaradigan bo'lsak, doimiy tarzda darajasi eng kichkinasini chiqarib olamiz. Demak, bizda eng kichkinasi 7 ni 14-si turibdi. 7 ni 14-sini qavsdan tashqari chiqardim va tashqaridagi mana 5 ham ko'payib turibdi. Shunda mana bu yerda 7 ni 14-si chiqib ketgan bo'lsa, bu yerda bitta 7 qoladi. 7 kari 3 21. 21 minusdan 19 bo'lib qoladi. Taqsim mahrajdan ham 7 ni 15-sini chiqarib olaman. 7 ni 15-sini chiqarib oladigan bo'lsam, eng kichkinasi chunki 7 ni 15-si ekan. Bu yerda bitta 7 qoladi. Demak, 7 qo'shilgan 5 bo'lib qoladi. Hisoblaymiz. Bu yerda 7 ni 14 bilan 7 ni 15 qisqarib ketsa, bu yerda bitta 7 qolib ketadi. Natijada suratda buni ayirmasi bizga beradi. 2 bo'ladi suratda. Mahrajda bo'lsa 7 ko'paytirilgan, buni yig'indisi 12 ni beradi. 12 bilan 2 qisqarsa bu yerda 6 bo'ladi. 6 kari 7 42. Suratda esa 1 taqsim 42. Mana bu yerda xato qilmiz, uzr. Mana bu yerda 3 ekan bu. 5 emas. Qo'shsak 10 bo'ladi mana 10. 2 bilan qisqarsa bu yerda 5 bo'ladi. 5 kari 7 35. 10 bo'ladi. 35. Bunaqasi ham yo'q-ku. Mana bu yerda 5 tashlab ketimizda, hurmatli o'quvchilar. Ketma-ket 24 ta misol ishlab ketayotganimizga ozgina chalg'ib qolyapmiz. No, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Sabr qilamiz, to'g'rilaymiz. Hop, ko'paytirilgan 10 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarsa 2, 2 bilan 2 qisqardi. Natija suratda 1, mahrajda esa 7 qoldi. S javob ekan bu. Keyingisiga o'tamiz. Hop, davom etamiz. Ana endi boyagina ikkilar qavsdan tashqari chiqarmaydigan holat ekan.
Bu yerda mana 244 yana 243 ko'rinishiga keltirib oladigan bo'lsak, bizda 243 qo'shilgan 1 bo'ladi. Ko'paytirilgan 395 minusdan 151. Maxraj Jushanno keladi. Qavs ochsa bu ham 1 ga, ham 243 ga ko'payadi. Ko'paytiradigan bo'lsa 243 ko'paytirilgan 395. Endi 1 ga ko'paytirsak, bu yerda 395 minusdan 151 bo'lib qoladi. Birolar shuni ayirib ketaylik. Shunda plyusdan 4 4 2 244 chiqdi. Endi maxrajam 243 ko'paytirilgan 395 plyusdan 244 ko'rinishda bo'lyapti. Bu surat maxraj bir xil narsa, ya'ni bir xil bo'lgani uchun bir-biriga bo'linib ketgani uchun 1 chiqadi. A javobda turibdi. 26-si eng kichik darajalarni chiqarib yuboramiz. 2 ni 30-darajasini chiqarib yuboradigan bo'lsak, ko'paytirilgan bu yerda 2 ni kvadrati qoladi. 2 ni kvadrati 4 ga teng bo'ladi. 4 karra 5imiz 20 bo'lib qoladi. 20 minusdan 4 taqsim 4 16-si bundoq qilib olamiz. 2 ni kvadratini 16-darajasi. 4 ni kvadrati 2 ni kvadrati 4 ga teng. Ya'ni 4 2 ni kvadrati ko'rinishiga keltirib oldim va qavs ochsam darajalar bir-biriga ko'payadi. 2 ni 32-si bo'lib qoladi. Shu 2 ni 32-sini yozdim, ko'paytirilgan. Maxrajda boshqa ishim yo'q. Qisqartirdim. Natijada 2 ni kvadrati qoldi. Buni ayirmasi bizga 16 ni beradi. 2 ni kvadrati 4 beradi. 16 ni 4 ga bo'lsa 4 degan javob chiqadi. A javobda turibdi. Bunisida bo'lsa 10 ni 9-si bilan 10 ni 11-si bir-biriga bo'lindi. Natijada 10 ning bu yerda 1-darajasi qoldi, ya'ni bitta 10 qoldi. Bu ikkalasi qisqarsa 3 kvadrat qoldi. 3 kvadrat 9 ga teng, maxrajda 10. Bu bizga 0,9 beradi. B javobda turibdi. 28-si. Hop, bu ham boyagi bilan bir xil. Hisoblab chiqamiz. Demak, 1 taqsim 2 degani, bu ham 1 taqsim 2 degani. Buni ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak, hop, bizda hosil bo'ladi 2 taqsim 1 plyusdan 1 taqsim 3 taqsim 2 minusdan 2 taqsim 1 plyusdan 1 taqsim. Buni ham ko'paytirib ayiradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 chiqadi. Tushunyapmiz a? Davomini men yuqorisidan davom ettiraman. 2 1 plyusdan mana uni haligindoq qilib olamiz. Ya'ni 1 bo'lingan 3 taqsim 2 ko'rinishida. Bu bizga 2 taqsim 3 beradi. Demak, 2 taqsim 3 bo'ldi bu. Minusdan 2 taqsim. Bunisini ham xuddi shu ko'rinishda keltirib olamiz. 1 bo'lingan 1 taqsim 2 degani bu bizga 2 taqsim 1 va 2 ni beradi. Demak, 1 plyusdan 2 degani bu. Hisoblaymiz. 2 taqsim buni ko'paytirib qo'shsak 5 taqsim 3 bo'lib qoladi. Minusdan bu 2 taqsim 3 beradi. Endi mana bu degani 2 bo'lingan 5 taqsim 3 minusdan 2 taqsim 3 degani. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, buni o'rni almashib ketadi. Natijada 2 ko'paytirgan 3 taqsim 5 bo'lib qoladi. Va minusdan 2 taqsim 3. Suratga ko'paytdi 6 taqsim 5 minusdan 2 taqsim 3. Umumiy maxrajimiz bizda 15 bo'ladi. Bunga 3 ko'paytirishim, bunga 2 ko'paytirishim kerak. Natijada bu 18 minusdan 4 taqsim 15 bo'ldi. Hisoblaydigan bo'lsak, 14 taqsim 15 bo'ldi. 14 taqsim 15. Qayerda xato qildik? Deyarli xato qilmagandik shekilli. Hop, o'rni almashdik. 2 taqsim 3 ko'paytirdik 5. 5 taqsim 3. 6. Mana bu yerda xato qilamiz. Bunga necha kamida?
3 darajasi bor. 3 ga 15 ko'paytirish uchun 2 yozib qo'yamiz. Bu yerda bizda 5 ko'paytirishimiz kerak. Natijada bizda hosil bo'ladi 18 minusdan 10 taqsim 15 ayirmasi 8 taqsim 15 beradi. 8 taqsim 15 D javobda turibdi. Tushunarli-a? Hop, 29-chi misolimiz. 29 mana 110 degani 55 ko'paytirilgan 2 ning 6 darajasi. Qavs ochsam bu 55 oltinchisi ko'paytirilgan 2 ning 6 bo'lib, daraja har bittasiga alohida tegishli bo'ladi. 154 degani 100 uzr. 77 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati. Shu ko'rinishda yozish mumkin. Qavs ochsam 77 ning kvadrati ko'paygan 2 ning kvadrati ko'rinishda yozish mumkin. Endi shundoq yozaman. 55 oltinchisi ko'paytirilgan 2 ning 6 darajasi taqsim mahrajda 55 8 darajasi ko'paytirilgan 77 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ning 6 kvadrati. Toplaymiz. Bu ikkalasi qisqarsa bir 55 kvadrat qoldi. Bu ikkalasi qisqaradigan bo'lsa 2 ning 4 darajasi qoldi. Ko'paytirilgan 77 ning 4-si ham bor edi. Bu ikkalasi qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 77 ning kvadrati qoldi. Endi qolganlarni yozamiz. Bizda qoldi 2 ning 4-si ko'paytirilgan 77 ning kvadrati taqsim mahrajda 55 kvadrati. Ana endi mana bu ikkalasini bitta deb turib tasavvur qilsam, bu yerda bizda 2 ning 4-si ko'paygan 77 taqsim 55 ning kvadrat qilib bitta qavsda darajani qavs tashqarisiga chiqarib oldim. 2 ning 4-si ko'paytirilgan ikkalasini 11 ga qisqartirsam 7 ning kvadrati taqsim 5 kvadrati bo'lib turib qavs ochiladi. Endi hisoblaymiz. 5 kvadrati 25, 2 ning 4-darajasi 16. 16 ko'paygan 49 taqsim 25 bo'lib qoldi. 16 ni ko'paytiramiz endi. 16 ni 49 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6 kar 9imiz 54, 5 tilda 13, 14 ekan. Keyingisi 24, 2 tilda 64. Qo'shamiz 4, 8, 784. Endi 784 ni 25 ga bo'lamiz. 3 ta bor 75 bo'ladi. Ayirsak 3, 34 ichida bitta bor 25. Ayiradigan bo'lsa bizda 9 chiqadi. Demak, 31,9 taqsim 25 chiqardi. D javobda turibdi. 30-si. Mana bu 72 degani 8 karra 9 degani. Ana shuni 8 ko'paygan 9 ni 6-darajasi qilganda alohida ochdim. 8 oltinchisi ko'paygan 9 oltinchisi. Ko'paytiramiz. 24 degani 8 ko'paytirilgan 3 deganining 4-darajasi. Ochdim. 8 ni 4-darajasi ko'paytirilgan 3 4-darajasi. Taqsim 36 degani 9 karra 4 degani, to'g'rimi? 9 karra 4 8-darajasi. 9 ni 4-si ko'paytiramiz. 9 ni 8-darajasi ko'paytirilgan 4 ni 8-darajasi. Ana shu 4 8-darajasiga mana turib turasa ko'paytirilgan 8 3-darajasi. Ana endi bizda 9 bilan 9 8 qisqardi, 9 kvadrati qoldi. 8 3 bilan 8 4 qoldi, 8 kvadrati qoldi. Keyingisi qolganlarni yozib olamiz. 8 oltinchisiga 8 kvadratini qo'shib oladigan bo'lsa, 8 8-darajasi ko'paytirilgan 3 4-darajasi qoldi. Taqsim bu yerda 9 kvadrati 81 degani ko'paytirilgan 4 8-si. 3 4-darajasi ham 81 degani. Shuning uchun bular qisqarib ketdi. Natijada bu yerdan yozamiz. 8 8-darajasi bunday degani 2 va 8-si ko'paytirilgan mana 8 degan 2 karra 4 ning 8-darajasi degan.
Qavs ochadigan bo'lsam ikkinchi sakkizinchisi, to'rtta sakkizinchisi bo'lib ochiladi. Mahrajda bo'lsa to'rtta sakkizinchisini o'zi qoldi. To'rtta sakkiz bilan to'rtta sakkiz qisqarib ketsa, ikkini sakkizinchi darajasi qoldi. Hop, ikkini sakkizinchi darajasi. Biror yerda ijtimoiy qolib ketmadimi? Ikkini sakkizinchi darajasi bu bizga ikkini kubi sakkiz, yana ikkini kubi sakkiz, to'rt bo'lib qoldi. Juda kattalashib ketdi-da. Qayerdadir nimanidir tashlab ketdik. Kattaroq songa keltirar ekanmiz shekilli. Hop, yangi bo'lib ketmaysan. Kattaroq songa keltiradigan bo'lsak, 72 degani 9 karra 8 degani. 9 oltinchisi ko'paytirilgan. Bundoq deylik, 36 ga kelarkan-ku, 36ni oltinchisi ko'paytirilgan 2ni oltinchisi qilaylik, chunki 36ni 2 ga ko'paytirsa 72 ni beradi. Tayyor turibdi. Ko'paytirilgan 24 degani 8 ga keltirib oladigan bo'lsak, 8 to'rtinchisi ko'paytirilgan 3ni to'rtinchisiga aylanib qoladi. Mahraj 36ni sakkizinchisi ko'paytirilgan 8 uchinchisi. Bu ikkalasi qisqardi, 36ni ikkinchisi qoldi. Bu ikkalasi qisqardi, 8 bitta qoldi. Buni qolganlarni yozamiz. Suratda 2ni oltinchisi ko'paytirilgan 2 8 ko'paytirilgan 3 to'rtinchisi taqsim 36 degani sirasi endi nima qilib olamiz? 9 karra 4 degani. Endi buni 2 ga aylantirib oladigan bo'lsak, kvadrat ko'rinishiga keltirib oladigan bo'lsak, 3 kvadrati ko'paytirilgan 2 ning kvadrati bo'ladi. Endi uni darajasida nima turibdi? Ikkinchi darajasi turibdi. Buni ochsam 3 to'rtinchisi ko'paytirilgan 2 ning to'rtinchisi qoladi. Shuni yozaman. 3 to'rtinchisi ko'paygan 2 ning to'rtinchisi. Bu ikkalasi qisqardi. Mana 8 degani 2 ni bu turibdi. Bu ikkalasi qisqarsa 2 ni kvadrati qoldi. 2 ning kvadrati 4 ga teng. 4 karra 8 emas, ya'ni endi 32 ga teng. Bir javobda turibdi. Xo'p, keyingisi buni ayirmasi 500 beradi. 512 darajasi. 512 bilan 502 qisqarsa 510 darajasi qoladi. Endi bu degani 500 ko'paytirilgan 2 ning 10 darajasi degani qavs ochadigan bo'lsa 510 ko'paytirilgan 2 ning 10 darajasi. Taqsim 510 darajasi. Bu ikkalasi qisqarsa 2 ning 10 qoldi. 2 ning 10 endi bizga 1024 ga teng adashmasam. 10 ikkini bir-biriga ko'paytirib ko'rishingga ko'ra shunda javob chiqadi. Hop, keyingisi. Hop, 32-si. 32da ham xuddi shunaqa qo'shamiz. 100 ning 10 darajasi qoldi. 110 darajasi bilan mana ekan 105-chi qisqarsa, mahrajda bizda 105-chi qoldi. Suratda bo'lsa 50 ni 5 darajasi. 100 degani 2 ko'paygan 50 degan natijada 50 ni 5-chisi taqsim 50 ni 5-chisi ko'paytirilgan 2 ni 5-chisi qoladi. Bu ikkalasi qisqarsa bir taqsim 2 ni 5-chisi. 2 ni 5-chisi 32 ga teng. Bu A javob, ya'ni 1 taqsim 32 degani. Keyingisi. 3 taqsim 4 va 8 taqsim 9 sonlar orasida mahraji 36 ga teng bo'lgan nechta kasr son mavjud debdi. Endi buni mahrajini 36 ga aylantirishim uchun surat mahrajiga bunga 8 uzr 9 ko'paytirishim kerak. Bunga esa 4 ko'paytirishim kerak. Natijada bizda hosil bo'ladi 27 taqsim 36. Bu yerda bo'lsa 32 taqsim 36. Mana shu kasrlarning orasida nechta kasr son mavjud deyapti. Bundan keyin 28 taqsim 32 bor.
36 bor. Undan keyin 29 taqsim, undan keyin 28 taqsim, 29 uzr. 28, 29, 30, 31 taqsim 36 bor. 36. Jami bizda 4 ekanda javobda turibdi. 34'imiz 2 taqsim 3 dan katta va 5 taqsim 6 dan kichik bo'lgan mahraja 30 ga teng bo'lgan nechta kasr mavjud debdi. Yana hozirgida. Mahraja mana 30 bo'lish uchun surat mahrajini bunga 10 ko'paytirishim kerak. Buni bo'lsa 5 ko'paytirishim kerak. Natijada 20 taqsim 30 bo'ladi. Bunisi bo'lsa 25 taqsim 30 bo'ladi. Bularning orasida 21 taqsim 30 bor, 22 taqsim 30 bor, 23 taqsim 30 bor, 24 taqsim 30 bor. Jami bizda yana 4 ta turibdi. Sajov. 35-si sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri debdi. M kattami, eng kattami debdi. Ana endi bizda ikki xil qoidamiz borda. Kasrlarning suratlari bir xil bo'lsa, mahraji kichigi katta bo'ladi. Ikkinchisi kasrlarning mahrajlari bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Suratlar bir xil bo'lsa, mahraji kichigi katta bo'ladi. Suratlari har xil bo'lsa, mahraji bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Misol uchun demoqchi bo'lganim mana 7 taqsim 5 kattami yokida 7 taqsim 8 kattami desa bu tomon katta bo'ladi. Mana suratlar bir xil bo'lsa bunisi kichigi katta bo'ladi, mahraji kichigi. Agarda teskarisi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 8 taqsim 9 kattami yokida 7 taqsim 9 desa, mahraji bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Xo'p, endi bizda hammasi har xil turibdi. Unda nima qilamiz desa, yo suratini yokida mahrajini umumiy mahrajiga yoki umumiy suratga keltirib olamiz. Ana endi bizda bu holatda qisqaradimi? Bir xil bo'luvchiga. Mana ikkalasi bir xil bo'luvchiga bo'linar ekan. Bo'ladigan bo'lsa, enimiz teng bo'lib qoladi. 120 taqsim 121 bo'lib qoladi. To'g'rimi? 121 bo'ladi. Ana endi bu holatda hop, mahrajlarni bir xillab olar ekanmiz. Demak, bu ikkalasiga umumiy mahraj 120 va 121 ko'paytmas. Demak, bunga 121 ko'paytirishim kerak, bunga bo'lsa 120 ko'paytirishim kerak. Natijada 121 ko'paytiramiz 119 ga tezroq bo'lish uchun ozgina hisob-kitob tezlatib yuboryapmiz. M barobar 1400 14399 bo'lar ekan. Mahraj bir xil bo'ldi. O'sha qanaqadir A deylik. Enimiz teng 120niki 12niki 144 bo'ladi. Ikkita nol yozib qo'ysak bu taqsim mahraj o'sha A bir xil bo'ldi-ku. Endi 14399 kattami yo 14400 kattami deyapti-da. Demak, M kichik M'dan bo'ladi. Ya'ni M katta bo'lyapti-da, A javobda turibdi bizda. 36-si. Bunda ham qaysi biri sani o'sish tartibida yozing debdi. A, B sani o'sish tartibida. Umumiy mahraj berib olamiz yana. Bunga 7 karra 13 ko'paytirishim kerak. Bunga 11 ko'paygan 13 ko'paytirishim kerak. Bunga bo'lsa 11 ko'paygan 7 ko'paytirishim kerak. Shunda bizda hosil bo'ladi. A'imiz teng bo'lib qoladi. Mahraji bir xil bo'lganiga faqat surati bilan ishlaymiz. Chunki umumiy mahraj berdik-ku 7 karra 5 = 35, 35 ni 13 ga ko'paytiradigan bo'lsa 455 chiqar ekan. 455 B'imiz teng bo'lib qoladi. 11 ni 3 ga ko'paytirsa 33, 33 ko'paygan 13, 429. T'imiz teng bo'lib qoladi. 66 ko'paytiramiz 7 ga. 462 bo'lib qoladi. 462. Endi
o'sish tartibida joylan debdi. O'sish tartibi degani kichkinadan kattaga qarab yuriladi. Demak, kichkinamiz bizda eng kichigi 429 b ekan. Undan keyingi bitta kichkinamiz A ekan, undan keyingisi S ekan. B, A, S. B, A, S, B javobda turibdi. Keyingisi 37-si sonlarni o'sish tartibida joylashtiring debdi. Hop, mana ikkalasini 2 ga qisqartirib yuboraman. 2 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsam, bu yerda bizda bayimiz teng bo'lib qoladi. 51 taqsim 150 bo'lib qoldi. Hop, ana endi boshqa qisqaruvchisi yo'q. Mana uni surat mahrajini 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, 44 taqsim 150 qolar ekan. Bu osonroq bo'ldi. Mahrajlar bir xil bo'lsa, 49 kattami, 51 kattami, 44 kattami demoqchida. O'sish tartibida yozing debdi. Endi kichkinadan kattaga qarab yuriladi-da. Eng kichigi bizda 44 S, undan keyingisi A, undan keyingisi B. S, A, B. S javob turibdi. 38-si. Hop, endi buni umumiy suratga keltiraylik. Mahrajlar bilan kamroq ishlaymiz. Demak, bunga ko'paytirishim kerak 6 karra 7. Anaroq kamroq hisob-kitob qilar ekanmiz. Chunki suratlar kichkina turibdi-da. Qaysi biri kichkina turgan bo'lsa, ana shunga olish kerak. Mahrajida kichkinaroq sonli bo'lsa, o'shalar bilan ishlash kerak. Suratida kichkinaroq sonli bo'lsa, o'shalar bilan ishlash kerak. Chunki hisob-kitob tezroq va osonroq bo'ladi. Bunisiga 5 ko'paytirilgan 7, bunisiga bo'lsa 5 ko'paytirilgan 6. Shunda suratlar bir xil bo'ladi. Surati bilan ishlamaymiz, shularni mahrajiga ko'paytmasi bilan birga ishlaymiz. Endi bizda A ni mahraji qanaqadir x taqsim surat qanaqadir x chiqdi deb tasavvur qilaylik. 6 karra 7 42 ko'paytiramiz 11 462 bayimiz teng bo'ladi. 42 ko'paytirilgan 13 546 qanaqadir x taqsim 546 sayimiz teng bo'ladi. Yana 42 ni hisoblab qo'yayman ekan. 35 ga 35 ko'paytirilgan 13 bo'lganda 455 bo'lar ekan. 455. Keyingisi 5 karra 6 30 ko'paytirilgan 15 450 bo'ladi. Sayimiz x taqsim 450. Endi birinchida aytganimdek, mahraji kichigi katta bo'ladi. O'sish tartibida joylashtiring deyapti. Ya'ni eng kichkinasini topish uchun mahraji eng kattasi bo'lishi kerak. Mahraji eng kattasi bizda 462 A. Keyingisi mahraj undan bitta kattasi B. Undan keyingisi S bo'lar ekan. Eng kattasi S bo'lar ekan. A, B, S. A javobda turibdi. 39-si. Eng kattami, eng kattami, ya'ni sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri? Mana yana 2 ga bo'linar ekan. Demak, 2216 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda n'imiz teng 1108 taqsim. Ana endi keyingisini 2 ga bo'lamiz. Xato qilib qo'ymaylik deb tezroq ishlayapmiz. Vaqtimiz ham cho'zilib ketmasin deb. Shu holatda bo'lar ekan, ana endi yo suratini yoki mahrajini bir xillashtirib olamiz.